Haydovchilarning umumiy vazifalari. Mexanik transport vositasining haydovchisi quyidagilarni yonida olib yurishi va ichki ishlar organlari xodimlari talab qilganda tekshirish uchun taqdim etishlari shart. Tegishli toifadagi haydovchilik guvohnomasi va uning talonini yoki transport vositasini vaqtinchalik boshqarish huquqini beruvchi talonni. Haydovchilik guvohnomasi belgilangan tartibda olib qo'yilgan bo'lsa, uning talonini. Haydovchilik guvohnomasi va uning taloni olib qo'yilgan hollarda vaqtinchalik ruxsatnomani. Vaqtinchalik boshqarish huquqini beruvchi talon yoki vaqtinchalik ruxsatnoma bilan transport vositasini boshqarishda haydovchining shaxsini tasdiqlovchi hujjatni. Transport vositasi yoki tirkamani qayd qilish guvohnomasini. Transport vositasining egasi bo'lmagan hollarda esa umumiy egalik huquqini yoki tasarruf etish huquqini beruvchi egalik qilishga va foydalanishga berilganligini tasdiqlovchi hujjatni. Transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish bo'yicha sug'urta polisini. Qonunchilikda ko'zda tutilgan hollarda yo'l varaqasi va tashilayotgan yukning hujjatlarini. Barcha avtomototransport vositalari o'z turi, vazifasi va boshqarilish xususiyatlariga ko'ra A, B, C, D, BY, CY, DY toifalariga hamda tramvay va trolleybuslarga bo'linadi. Ularni boshqarish uchun berilgan milliy haydovchilik guvohnomasining tegishli katagida ruxsat beruvchi yoki avtomototransport vositasining toifasi yozilgan belgi qo'yiladi. Milliy haydovchilik guvohnomasining A, B, C, D, BY, CY, DY katagida ruxsat beruvchi belgisi bo'lgan shaxslar quyidagi avtomototransport vositalarini boshqarish huquqiga ega. A. Mototsikl va mototsikllarga tenglashtirilgan boshqa mototransport vositalarini. B. Ruxsat etilgan to'la vazni 3500 kg dan yoki haydovchining o'rindig'idan tashqari o'rindiqlar soni 8 tadan ortiq bo'lmagan. Shuningdek, ular bazasida ishlab chiqarilgan qo'l bilan boshqariladigan avtotransport vositalari. Tirkamasining ruxsat etilgan to'la vazni 750 kg dan ortiq bo'lmagan B toifadagi avtotransport vositasini tirkamasining ruxsat etilgan to'la vazni 750 kg dan ortiq bo'lgan, lekin B toifadagi avtotransport vositasining aslahalangan vaznidan ortiq bo'lmagan va avtotransport vositalari tarkibining ruxsat etilgan to'la vazni 3500 kg dan ortiq bo'lmagan tirkamali B toifadagi avtotransport vositalarini. C. Ruxsat etilgan to'la vazni 3500 kg dan ortiq bo'lgan avtotransport vositalarini. Tirkamasining ruxsat etilgan to'la vazni 750 kg dan ortiq bo'lmagan C toifadagi avtotransport vositalarini. D. Yo'lovchi tashishga mo'ljallangan haydovchi o'rindig'idan tashqari o'rindiqlar soni 8 tadan ortiq bo'lgan avtotransport vositalarini. Tirkamasining ruxsat etilgan to'la vazni 750 kg dan ortiq bo'lmagan D toifadagi avtotransport vositalarini. BY. Tirkamasining ruxsat etilgan to'la vazni 750 kg dan ortiq yoki tirkamasining ruxsat etilgan to'la vazni B toifadagi aslahalangan avtotransport vositasining vaznidan ortiq bo'lgan B toifadagi avtotransport vositalarini yoki transport vositalari tarkibining ruxsat etilgan to'la vazni 3500 kg dan ortiq bo'lgan B toifadagi avtotransport vositalarini. CY. Tirkamasining ruxsat etilgan to'la vazni 750 kg dan ortiq bo'lgan C toifadagi avtotransport vositasini. DY. Tirkamasining ruxsat etilgan to'la vazni 750 kg dan ortiq bo'lgan D toifadagi avtotransport vositalarini hamda bo'g'imli avtobuslarni. Tramvay haydovchisiga faqat tramvay, trolleybus haydovchisiga faqat trolleybus boshqarishga ruxsat etiladi. Tegishli toifadagi transport vositasini boshqarish huquqini beruvchi haydovchilik guvohnomasiga, uning taloniga, vaqtinchalik ruxsatnomaga ega bo'lgan shaxs o'ziga tegishli bo'lmagan transport vositasini uning egasi yonida bo'lganida yoxud tasarruf etish huquqini beruvchi yoki egalik qilishga, foydalanishga berilganligini tasdiqlovchi hujjatlari bo'lgan shaxs ishtirokidagina ularning roziligi bilan boshqarishi mumkin. Agar
transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish bo'yicha shartnoma ushbu transport vositasidan cheklanmagan shaxslarning foydalanishini hisobga olgan holda tuzilgan yoki transport vositasini boshqarayotgan shaxs sug'urta polisida ko'rsatilgan bo'lsa. Konstruksiyada xavfsizlik kamarlari nazarda tutilgan transport vositasi harakatlanib borayotganda haydovchi xavfsizlik kamarini taqib olishi shart. Quyidagi shaxslarga xavfsizlik kamarini taqmaslikka ruxsat beriladi. Avtomobilning orqa o'rindig'idagi 12 yoshgacha bo'lgan bolalar ushbu qoidalarning 159-bandiga muvofiq transport vositasini o'quvchi boshqarayotgan vaqtda avtomototransport vositasini yoki shahar elektr transporti vositasini boshqarishni o'rgatuvchi amaliy mashg'ulotlar instruktori. Homilador ayollar, salomatligi xavfsizlik kamari taqish imkonini bermaydigan bemor yo'lovchilar, orqaga harakatni amalga oshirayotgan haydovchilar, aholi punktlarida harakatlanishda yo'nalishli taksi haydovchilari, taksining orqa o'rindig'idagi yo'lovchilar, aholi punktlarida tashqi qismiga maxsus rangli grafik chizmalar chizilgan transport vositalari haydovchilari va yo'lovchilari. Haydovchi harakatlanishni boshlashdan oldin xavfsizlik kamarini taqib olishi, shuningdek, xavfsizlik kamarlari bilan jihozlangan transport vositalarida joylashgan yo'lovchilarni xavfsizlik kamarlarini taqish haqida ogohlantirishi zarur. Chunki u faqat o'z hayoti uchun mas'ul bo'lmaydi, balki yo'lovchilar hayoti uchun ham javobgardir. Statistika ma'lumotlarining guvohlik berishicha, xavfsizlik kamarlaridan foydalanadigan haydovchi va yo'lovchilarda to'qnashib ketishda hayotni saqlab qolish imkoniyati 2 marta, ag'darilib ketishda 5 marta ortiq bo'ladi. Soatiga 60 km tezlikda harakatlanishda xavfsizlik kamarini taqib olganlarning 80% umuman jarohatlanmaydi. Bunday tezlikda harakatlanayotgan transport vositasi to'siqqa urilganda xavfsizlik kamarlarini taqmagan haydovchi va yo'lovchilar misoli 14 metr balandlikdan yiqilishga teng jarohat oladilar. Xavfsizlik kamaridan foydalanish bosh suyagi va ko'krak qafasi jarohatlanishini 60-80% ga, qovurg'alar sinishini 30% ga kamaytiradi. Soatiga 20 km tezlikda har qanday to'qnashuvning inersiya kuchlari odam og'irligidan 6-7 marta ortib ketadi. Kamar tarang qilib tortilgandagina o'z vazifasini ado etadi. Shuning uchun kamarni taqib olish o'rniga uni o'z ustiga tashlab harakatlanayotgan haydovchi yana qo'shimcha xavf-xatarga duchor bo'ladi. Mototsikl va mopedda harakatlanayotgan haydovchi va yo'lovchilar maxsus motoshlem kiyishlari va uni qadab olishlari shart. Mototsiklda harakatlanayotgan haydovchi maxsus bosh kiyimni kiyib olishi, tugmalashi, yo'lovchilar ham maxsus bosh kiyimini kiygan va uni tugmalab olgan bo'lishlari shart. Chunki bunday holat yo'l transport hodisasi sodir bo'lganda shikastlanish, mayib bo'lish ehtimolini keskin kamaytiradi. Xalqaro yo'l harakatida ishtirok etayotgan mexanik transport vositasi haydovchisining yonida yo'l harakati haqidagi konvensiya talablariga mos keladigan haydovchilik guvohnomasi va transport vositasining agar tirkamasi bo'lsa, unga ham ro'yxatdan o'tganligi haqidagi hujjat, transport vositasida tirkama bo'lsa, unga ham ro'yxatdan o'tkazish davlat raqam belgisi va ro'yxatdan o'tgan davlatning taniqlik belgisi bo'lishi shart. Milliy haydovchilik guvohnoma xalqaro yo'l harakati haqidagi konvensiyani imzolagan har bir davlat tomonidan o'z hududida tegishli toifadagi transport vositasini boshqarishga haqiqiy deb e'tirof etilishi uchun u qaysi tilda yozilishidan qat'iy nazar, unda albatta fransuz tilida yozilgan permis de conduire yozuvi bo'lishi kerak. Transport vositasining haydovchisi quyidagilarga majburdir. A. Yo'lga chiqishdan oldin transport vositasining texnik sozligini, tozaligini va to'liq jihozlanganligini tekshirish. B. Harakatlanish vaqtida transport vositasining texnik sozligini ta'minlash. V. Harakatlanishni boshlashdan oldin yo'lovchilar transport vositasida joylarini egallaganligiga, transport vositasining eshiklari yopilganligiga, yo'lovchilar tashish uchun maxsus jihozlangan yuk avtomobilida yo'lovchilar tashiyotganda qoidalarning 24-bandi talablari bajarilganligiga ishonch hosil qilishi. G. Harakatlanish jarayonida
piyodalar, ayniqsa bolalar, nogironlar, qariyalarga va velosipedchilarga nisbatan ehtiyotkorlik choralarini ko'rish, harakatlanish vaqtida avtomobil salonidan qo'ldan tashqari tana qismlarini chiqarish taqiqlanganligi, transport vositasi harakatlanishni boshlashidan oldin xavfsizlik kamarini taqish, ushbu qoidalarning 9-bandida nazarda tutilgan hollardan tashqari mototsikl va mopedda harakatlanayotganda esa motoshlem kiyishlari va uni qadab olishlari zarurligi. Sutkaning qorong'i vaqtida va yetarlicha ko'rinmaydigan sharoitda majburiy to'xtagan transport vositasining haydovchisi ta'mirlash maqsadida yo'lning qatnov qismiga chiqishdan oldin nur qaytargichli jilet kiyib olishi. Yengil va yuk avtomobili, avtobus va g'ildirakli traktorlar haydovchilari. Ichki ishlar organlari xodimlarining talabiga ko'ra mastlik holatini aniqlovchi tekshiruvdan o'tish. Quyidagi hollarda transport vositasini foydalanish uchun taqdim etishi. Ichki ishlar organi xodimlariga qonunda belgilangan hollarda kechiktirib bo'lmaydigan xizmat vazifalarini bajarish uchun, shuningdek yo'l transporti hodisasi tufayli shikastlangan yoki nosoz transport vositalarini olib ketish, shatakka olish uchun faqat yuk avtomobilidan yo'lakay yo'nalishda tibbiy yordam ko'rsatishga ketayotgan tibbiyot xodimlariga hamda zudlik bilan tibbiy yordamga muhtoj bo'lgan fuqarolarni davolash profilaktika muassasasiga olib borish uchun transport vositasini foydalanish uchun taqdim etish talabi fuqarolarga tegishli. Tibbiy yordam ko'rsatish holatidan tashqari transport vositalariga taalluqli emas. Transport vositasidan foydalangan shaxs haydovchi talab qilganda yo'l varaqasiga yurilgan vaqtni, bosib o'tilgan masofani, o'z ismi sharifi, mansabi, ish joyi nomini, yo'l varaqasi bo'lmagan taqdirda tegishli namunadagi ma'lumotnomani yozib berishi kerak. Transport vositalarini tekshirish yoki undan foydalanish huquqiga ega bo'lgan shaxs haydovchining talabiga muvofiq o'z xizmat guvohnomasini ko'rsatishi shart. Qoidalar talabi bo'yicha yo'lga chiqishdan oldin haydovchining zimmasiga transport vositasining texnik sozligini, tozaligini va to'liq jihozlanganligini, masalan, tibbiyot qutichasi, o't o'chirgich, falokat sababli to'xtash belgisi yoki miltillovchi qizil chiroq hamda nur qaytargichli maxsus jilet mavjudligini tekshirish vazifasi yuklatiladi. Haydovchi transport vositasini tekshirishda uning yo'l harakati xavfsizligiga bevosita ta'sir etadigan qismlari, tormoz tizimi, rul boshqaruvi, shinalar, tashqi yorug'lik va ogohlantirish asboblari, oyna tozalagich va shunga o'xshashlarning texnik sozligiga alohida ahamiyat berishi shart. Avtotransport korxona va tashkilotlarida transport vositalarining texnik holatiga javobgar mansabdor va boshqa shaxslar bo'lishiga qaramasdan, haydovchi yo'lga chiqishdan oldin transport vositasining texnik holatini tekshirish vazifasidan ozod etilmaydi. Haydovchiga quyidagilar taqiqlanadi. Transport vositasini mastlik holatida, ya'ni alkogol, giyohvand moddalar iste'mol qilgan holda, sezgirlik va e'tiborni susaytiradigan dori-darmonlar ta'sirida, yo'l harakati xavfsizligiga tahdid soladigan darajadagi charchoqlik va betoblik holatida boshqarish. Har qanday mastlik holatida sezgirlik va e'tiborni susaytiradigan dori-darmonlar ta'sirida yo'l harakati xavfsizligiga tahdid soladigan darajada charchoqlik va betoblik holatida bo'lgan, shuningdek tegishli toifadagi transport vositasini boshqarish huquqini beruvchi haydovchilik guvohnomasi bo'lmagan, yo'l varaqasida yoki transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish bo'yicha sug'urta polisida ismi sharifi ko'rsatilmagan, transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish bo'yicha shartnoma ushbu transport vositasidan cheklanmagan shaxslarning foydalanishini hisobga olgan holda tuzilgan hollardan tashqari ism sharifi ko'rsatilmagan shaxslarga transport vositasini boshqarish uchun topshirish. Ishchi tormoz tizimi, rul boshqaruvi ishlamayotgan avtopoyezd tarkibida ulagich moslamasi nosoz bo'lganda, qorong'i vaqtda yoki yetarlicha ko'rinmaslik sharoitida old chiroqlar va orqa gabarit chiroqlar bo'lmagan yoki yonmayotgan, yomg'ir, qor yog'ayotgan vaqtda haydovchi tomonidan oyna tozalagich ishlamayotgan transport vositalarini
boshqarish, tegishli ruxsatsiz transport vositalariga maxsus texnik jihoz, ratsiya, sirena va shu kabilar o'rnatish, transport vositalarining tashkiliy jamlanmasi, shu jumladan piyodalar jamlanmalari harakatiga xalaqit berish va ular orasiga kirish. Transport vositasini boshqarish paytida telefondan transport vositasi salonining old qismiga ishlab chiqaruvchi korxona tomonidan o'rnatilgan televideo monitorlardan televideo dasturlarni tomosha qilish uchun foydalanish. Transport vositasi salonining old qismiga, shu jumladan priborlar paneliga, quyosh soyaboniga va orqa tomonni ko'rish ko'zgusiga, faqat tashqi ko'rinishni tasvirga oladigan video kameralarga ulangan monitorlar, navigator, video registratordan tashqari, agar ular haydovchiga ko'rinishni cheklamasa, televideo monitorlar o'rnatish. Harakatlanish vaqtida ushbu qoidalarning 3-ilovasida ko'rsatilgan transport vositalaridan foydalanishni taqiqlovchi shartlar yuzaga kelganda, haydovchi ularni bartaraf etishi, agar buning iloji bo'lmasa, zarur bo'lgan ehtiyot choralarini ko'rib, ta'mirlash yoki to'xtab turish joyiga yetib olishi uchun harakatlanishi mumkin. Har qanday mastlik, alkogol, giyohvand moddalar va boshqalar ta'siri holatida transport vositasini boshqarish eng jiddiy va hammasidan ko'ra xavfli qoidabuzarlik hisoblanadi. Chunki bunday holatdagi haydovchining aybi bilan sodir etilgan yo'l transporti hodisasi ko'pincha og'ir oqibatlarga olib boradi. Alkogol har qanday oz miqdorda ham odam organizmiga zararli ta'sir ko'rsatadi. U oshqozonga tushishi bilan qonga so'riladi va organizm bo'ylab tarqaladi. Miyaga yetib borgan alkogol darhol unga ta'sir eta boshlaydi. Haydovchida ishonch bilan dadil harakatlanmoqdaman degan yanglish his paydo bo'ladi. Yo'l harakatiga baho berish layoqati o'zgaradi. Yo'lni ko'rish doirasi torayadi. Eshitish qobiliyati pasayadi. Diqqat e'tiborni bir joyga to'plash qiyinlashadi. Uning nutqidagi va muvozanatidagi ravonlik buziladi. Unda beparvolik va javobgarlikni sezmaslik holati vujudga keladi. Natijada tezlik oshib ketishiga, xavfli manevrlarga va qaltis quvib o'tishlarga yo'l qo'yiladi. Bularning hammasi hozirgi zamon serqatnov yo'l sharoitida ko'plab falokatli holatlarning yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. Uzoq vaqt davomida dam olmay transport vositasini boshqarish haydovchini toliqtiradi. Organizmda keskin o'zgarish yuz berishiga sabab bo'ladi. Charchagan haydovchini mudroq bosishi yoki uxlab qolishi natijasida, ayniqsa qorong'i vaqtda talay falokatlar sodir etiladi.